Asalchilarim yaxshiyam borsizlar. Sizlar bahona mana mazza qilib chiroyli joylarda ko'rib olyapman. Mana shu Karaboldagi restoran qachondir ichiga kirisham nasib qiladi. Bu safar sizlar bilan tashqarisidan kuzatamiz. Qani edi telefondan man sizlarga hamma go'zallikda yetkazib bera olsam. Voy o'lay, bu qushchani qaranglar, men bilan qo'shilishib mazza qilib tomosha qilibdi. Shu videoga 10 mingta layk yig'ilsa, обязательно shu Karabolda ichiga kirib ovqatlanamiz. Menga o'xshaydigan sladkayeshkalar bormisizlar? Havo sal sovudimi, srazu shirinliklar yegim kelaveradi. Kollagen, Drying Effect koktellarimni hammasi tugagandi. To'g'ri Enelda ofisning yoniga keldim, Roxlapani yoniga. 40 ga qarab ketayotgan opani sochini qaranglar. Tinimsiz kollagen ichadi axir. 25 yoshdan keyin обязательно hamma kollagen ichishi shart. Semirmoqchi bo'lganlar, ariqlamoqchi bo'lganlar, не то что semirish, ariqlash, har xil vitaminlarga boy Enelda mahsulotini olmoqchi bo'lsalaringiz, Roxlapani sizlarga atmetga qilib ketyapman. Уже ikkinchi marta mana shu podpishchigim bilan ko'rishishim Roxlapani yonida. 20 kunda 7 kilo vес tashlabdilar. Kokteyllarda вообще zo'rlariga. Bu safar даже novinka kofelari ham chiqibdi Enelda. Roxlapa hozir zo'r skidka qilyapti. Yer yuzini qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar dastavka qilib beradi.